Subuydan namlı qasar ki ma qo'shimcha obrazlar esinglarda bormi? Ishonma, hammalarning esida bor. Hatto Liangshen kulutki 108 polvonning nurg'ullari esida qolmagan bo'lsa-mu odamning ma qo'shimcha obrazlar chuqum esimizda bor. Chunki bular nurg'un Liangshen azmatlardanmi bakarak botir. Bekerek haqqoniyatchi. Bular eg'izli emas, amaliyotida qila olganlar. Endi mush vaqtning o'zida qarsak, bular o'tirib chiqqan vaqtning o'zida bu yerga Lujishin, elq tag'ut ibodatxonim qalayimqon qilib deb, bu yerga ko'ktat peshib kelgan. Shundan bular boshda buni ahmaq qilmoqchi bo'lib, elq jundoriga tashib o'tmoqchi bo'ldi. Biroq bu degan Lujishin tursa, 4-5 kuch yetamdi. Lujishin qarsanglarmi bularni yengib bo'lganki, bak qattiq qo'lliq qilmaydi. Bir yerlarni urib sundirib o'ltirib o'tmaydi, lekin mag'lub qilib kuch yetmaydigan his qildirib bo'lgandan keyin kirib onun kendini soraydı. İsmini emas, Johnson degan kun men kelganda sizning shing'im tegib baqmasam, nima ish qilmoq qilmoqchi bo'lsa degandagi bagap degandiki o'ziningmi hikoyasini deb turdi. Hatto ushmush bilan jin qassabni o'ltirib qo'yganligidan tatib deb turdi. Shunami? Shuning bilan bular buning qoyil bo'lib, Lujishin bilan rasmiy og'in o'tib ketdi. Endi kim bu yerda linchonglar bilan tunishgandan keyin qarsak, nurg'un ishlar chiqdi. Kim bu yerda Lujishin ikki yoyini o'ltirib o'ta desa, bu yerda linchong yana oqko'ngillik qilib o'ltamayli deb turibdi. Lujishin ochiqda amal yo'q ketdi. Keyin kayfon yerga mahkamaga kelgandan keyin bu yerda linchong ikki yoyga Lujishin to'g'riliq so'z qilib qo'ydi. Buning nima turdiganligini. Shundan kelgandan keyin bu kayfon yer mahkamasida Gauchuning odamni buni izlab bordi. Shundan Lujishin butxonliklarga ish deb bermaydi deb qechikdi. Buni endi ma bayamqi personajga qilma Johnson qatorliq birodarlari qattiq ko'ngil yerim bo'ldi. Shundan shu vaqtda Lujishin Linlag'chini yo'qlab qo'yinglar, endi Linchongning xonim bilan buni qiynalishni yo'qlab qo'yinglar deydi. Endi bu vaqtda bu yo'qlaydi deb bo'lsa, Linchongning xonimi oldi burun Gaoyaniyalik buning askil qilgan keyin buning chidamay ulib olgan. Onun keyin buning qiynatisi, bu kuyovli yo'qoldi, oilasi vayron bo'ldi, yolg'iz qiz ulib oldi. Shuning bilan bu odam saran olib qoldi. Shuning bilan bular ochiqda bir qissasini olali deb Gaoyanini oldab ekilib bir meydan tashqi kasalliklar operatsiyasi. Ya'ni Gaoyaniyning xatnisini qilib qo'ydi bu vaqtning o'zida. Unda mashhur ko'rinishni ko'rganliginglarni bir eg'iz so'z bilan ifodalab pingunchiga qoldirib qo'yganlar qani. Nurg'ullarning esida bor ko'rinishmi? Shundami? Endi bular asarga nisbatan bir oddiy odam, bir kat polvonlar emas, ilqidek nomi, laqim bog'lar emas. Biroq bular nayt mukammal bir planni birini tuzib, nayt epchillik bilan uchinilib, nurg'ullarning ichida ochiq Linchongning hayotiga nisbatan shunami? Aj Linchong chiqarmagan ochiqni mushlar chiqarib turdi. Gauchudan olamagan ochiqni mushlardan balak hech kim Gauchudan bir intiqom etib baqmaydi-ku. Butkul asar bo'yicha mushlar ochiqni chiqarib turdi. Shuning uchun hammamizning esida uchun qurqagan. Shundami? Endi bular qarsak, bular bir odatdagi bir odam. Alohida kuchi, nom bor, laqim bor. Bunday polvonlar emas. Biroq bularga haqqoniyatchilik bu ish nereden keldi? Lujishindan keldi. Ya'ni Lujishin nayt muhabbat nafrat aniq naqayt haqqoniyatchi bo'lganligi uchun mush vaqtda o'zi bularga ta'sir ko'rsatilgan. Bayongi gapning oxiriga kelsak, Majnuntalni julvatdi, marat ko'rsatdi, Linchonglar bir qapas tutishdi. Bular shinfu kofu bo'lib ketdi. Shunam o'zga oldi. Bu Majnuntalni julvatsa, Linchonglar mashta urushvatsa biz bir necha biz emas, bir 100 bo'lib chiqsak bu odam tankilamas ekanmiz. Lekin bu bizni bo'sh qo'yib etibdi. Keyin Linchongning voqeasida buning ko'krak kirib o'tirib chiqqanini ko'rib, bular juqdi. Sunuqdan boshqasi chiqdi, balki yaxshilik, yaxshilik, yomonlik qarshi chiqdi degandek, Lujishinning mardligi, haqqoniyatchiligi, muhabbat nafratining aniqligi ma'laq juqdi, shunami? Shundan bular haqiqiy odam bo'ldi. Lukchaklikdan haqiqiy nochi degan yerga o'tdi hamda ma'laq. Shunami? O'shundoq baho berishga bo'ladi. Shundan bular hamda bayo degandek, Gaoyaniyning bir meydan adabini birib haqiqiy isimizda qoldi. Linchongning bir meydan qissasini oldi, Lujishinning bir meydan qissasini oldi. O'sha vaqtning o'zida nurg'un xalqning bir meydan ochig'ini chiqardi. Endi bular keyin nima ketgan toz aniq yo'q. Meningcha bu vaqtning o'zida asar o'yinchilik taklif qilsak, bular ham Gaoyanini unda qilgandan keyin hargiz bu yerda turolmaydi. Endi aniqlik ketadi, nima ketadi? Shu Lujishin bu vaqtida olib burun Arlongshanga chiqib ketgan. Chuqum Lujishinni izlab bordi bular. Endi Lujishinni izlab Arlongshanga borgandan keyin Lujishin bilan birlikda Liangshanga chuqum bordi. Endi uningdan keyingi voqealikda u Lujishinmi bak javob chiqolmaysa, buning qo'llashsizliklar buning atrofida to'l chiqalamdi. Shunami? Shuning uchun konsul buydadimi shu peti bularning ko'rinishini yo'qolib ketganligi mushada. Lekin butkul shu buyda qarsak, qo'shimcha odamlar, qo'shimcha personajlarning ichida eng esimizda qoldig'ini shu. Endi bu yerda shu buyda nomli asarda Lujishindan boshqa muhabbat nafrati aniqdan nurg'ullar eng yoqtirdig'ini kim u? Vusun. Vusonning muhabbat nafrati aniq. Endi Marshal Linchong, Marshal Wuson degan bilan bu ikkisining
Mijoz xulqi butunlay aksicha. Linchong neymiş olsa açığını jushtirdigini, Wusong dal aksicha açığını naq maydon chiqirdigini. Shunami? Shuning uchun bu nurg'unlar Wusongnikiga amroq. Unda bo'lsa Wusongninki mishar aksining dilosini bir taraf qilishi bu na ustunlik bilan bo'lgancha o'lmas texnikal ishlagan bo'ladi. Unda bo'lsa Wusongning mash dilo bejirish iqtidori qanchalik yuqori. Uning keyin bu aytganda Penjilyan tarixdan bo'lgan mushundaq tapdan chiqqan, yo'ldan chiqqan bir ayolning bir simo bo'lib qolibdi. Unda tarixda haqiqiy o'tgan Penjilyan bilan Vudalam haqiqiy o'tibdi ekan. Bu ikkisining haqiqiy hikoyasi qandaqdir? Haqiqiy hikoyasi mushundaqmidi? Uning keyin Wusongning tafsili bir hikoyasini anglab bakыңlar bormi? Bir yarim soat ortiq atrofida buni burunmi qaytinda bir chiqargan, keyin yo'qolib ketgan. Shuning uchun bu yerga qodi kitob darsxonasiga qayta bir qatim deb akirib qo'ydim. Ama shu Wusong to'g'risidagi to'liq mazmunni emas, Penjilyan to'g'risidagi Vudalam to'g'risidagi mazmunni anglab bakmagan. Wusongni noit yaxshi ko'rdim deganlar. Ama shu qodi kitob 1 degan salon darsxonaga kirib, mishada darsxonada bir tafsili anglab bakishinglarni umid qilaman. Wusong to'g'risidagi so'ramoqchi bo'lgan savolinglarning nurg'unlarining javobi mishadin chiqdi. Yana Subida to'g'risida qanday savolinglar bo'lsa, penonji qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.